Bilasizmi, yer yuzidagi millionlab sinflarda o'quvchilar doskaga bo'r bilan yozishadi. Bir parcha bo'r yordamida qancha haqiqatlar ochilgan, qanchalar kashfiyotlar qilingan. Yun va Sofus. Sinken Hop. Yun topilmani oddiy, muallima doskaga yozadigan bo'r degan xulosaga keldi. Shuning uchun uni kaftiga qisib, to chizish uchun o'ng'ay joy uchramaguncha yurib ketaverdi. Oxiri ko'k rangga bo'yalgan devorning oldiga kelib to'xtadi va devorga bo'r bilan bolakay rasmini chizdi. Chizgan rasmi unchalik o'xshamadi, chunki yun chizishni hali yaxshi bilmasdi. Bolakayning rasmi g'alati chiqdi. G'alatiligi shundaki, yun chizishni tugatgan zahoti bolakayga jon kirdi va devordan yerga sakrab tushib dedi: "Salom, mening ismim Sofus. Ikkalamiz bir bo'lsak zerikmaymiz", deb o'yladi Yun va bolakayga do'st bo'lishni taklif qilarkan, undan yana nimadir chizishga yordam berishini so'radi. Sofus rozi bo'ldi. Yun quyonning boshini chizar-chizmas Sofus undan hoziroq bas qilishini so'radi. Ma'lum bo'lishicha, u quyonlarni yoqtirmas ekan. "Men judayam jasurman", dedi Sofus, "lekin nimagadir quyonlardan ozgina qo'rqaman." Yun yarmi tayyor bo'lgan quyon rasmini tezda o'chirdi, chunki Sofusning qo'rqishini istamasdi. "Bilasanmi, yaxshisi kattakon eshikni chizgin", dedi Sofus. Yun eshik rasmini chizgan edi, u darrov ochiladigan holatga keldi. Eshikning u tomonida maysalar qiyg'os o'sib yotar, daraxt va butalarda esa bo'liq mevalar xil-xil pishgan, jilg'a shaldirab oqmoqda, baliqlar g'ujg'on o'ynashmoqda. Atrof rang-barang yorqin gullarga burkangan.